Barchaga xayrli kun, hurmatli I Love Shopping kuzatuvchilari. Bugun yana bir nechta zakazlarimiz yetib kelgan qizlar. Bir boshdan obzor qilib beraman. Xo'p, bu yerda penkalar. Qizlar penkalarni shunaqa guruchligidan zakaz qilganman. Label Hdiki. Rosa ham zo'r brend. Label Hdan o'zim juda ko'p narsalarni ishlatganman. Arzon, lekin sifatli brend. Buni korobkasi ikkitalik bo'ladi. Buni donalab olsangiz ham bo'ladi. Byudjetli penka so'ragan qizlar juda ko'p qizlar. Mana yana kelgan byudjetli penkalardan. Vitaminligi bu qizlar umuman yuz tanlamaydi. Har qanday yuzga ketaveradigan turidan. Buni 4 xil kelgan. Gelaronkaligi quruq terilarga tushadi. Kollagenligi yuz tanlamaydi qizlar. Yosh kattalarga 25 yoshdan oshgan qizlarimiz uchun bu zo'r tushadi. Ko'k choyligi, kombi aralash terilar uchun, yog'li terilar uchun ayni muddao. Bular mana shular hammasi byudjetli penkalar, ham narxi arzon, ham juda ham sifatli qizlar. By Wishterdan men eng sevgan kremlarimdan keldi qizlar. Bu baryerni tiklaydigan, dermatologik testdan o'tgan keramidli krem qizlar. Retinol ishlatadigan, kislota ishlatadigan qizlar uchun tavsiya qilaman. Juda ham zo'r narsa. Shu paytgacha o'zini oqlab kelyapti. Bundan ham keldi. Keyin Arensiyadan yangilik qizlar. Bu vitamin booster zakaz qilganman. Bundan mana booster bu kremdan ham kuchliroq varianti bo'ladi. Ko'zga ham, yuzga ham mumkin yozilgan. Ham namlantirish xususiyati bor qizlar. Tarkibida glutation bor, askorbinovaya kislota bor qizlar, patinol bor, yuz namlab beradigan. Vitamin C bor. Juda ham kuchli narsa qizlar. Dog' bilan, sepkillar bilan kurashayotgan qizlar uchun tavsiya qilaman. Olib ishlatib ko'ringlar. Yangilik bu. Lagomni gidrofilkasi qolmaganida keldi bundan ham qizlar. Hamma yuzga tushaveradi. Juda ko'pchilik yog'liga, teriga tushadimi deb so'rashadi. Yo'q, gidrofilka shunchaki makiyajingizni yechib berish uchun xizmat qiladi xolos. Shuning uchun har qanday teri olib ishlatsa bo'laveradi. Adelaide yana keldi qizlar. Bu juda ham yaxshi ko'raman bu brendni ham. Baryerli krem bu. Bu ham dermatologik testdan o'tgan qizlar. Yuz tanlamaydi, har qanday yuzga tushaveradi. Mana yuzi, misol uchun penkada yuvsangiz ham achishib qurishadi yoki krem surtsangiz ham tortishadi-da, o'sha derma qavatingiz shikastlangan bo'ladi. Shuning uchun har qanday chувствительный terilar bo'lsa ham, ta'sirchan terilar bo'lsa ham ishlatsa bo'laveradigan kremdan. Buni qayta zakaz uraman har doim, juda klient ko'p buni. Keyin qizlar Biahildan mana bunaqa uchida lifting beradigan krem kelgan qizlar. Bu ham to'xtovsiz sotiladigan kremlardan 30+. 30 yoshdan o'tgan qizlarimiz uchun tavsiya qilaman. O'sha ko'p qizlarimizda yosh o'tgan sari kollagen miqdori organizm yetishtirib bera olmay qoladi. Pastlashini hisobiga terida ajinlar ko'payadi. Ya'ni tabiiy ajinlar ko'payadi. Shunda shunaqa juda effekt beradigan lifting kremlardan tavsiya qilaman. Buni to'liq nabor holatda olsangiz ham bo'ladi. Buni ampulasi bor sotuvda, toneri bor, ko'z kremi bor, SPF bor, hamma narsasi bor qizlar. Bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Bu safar rosa yangiliklar ko'p qizlar. Mana bu Selmax'da Gelvi yumshoq tozalaydigan penkasini zakaz qilganman qizlar. Bu dozatorli bo'ladi. Juda ham ta'sirchan, quruq terilar uchun ayni muddao. Juda ham zo'r tushadi terilarga qizlar. Bundan to'liq nabor qilib ishlatsanglar ham shunaqa maza qilasizlar. Xuddi buni Lagomga o'xshagan narsa bu ham. Lagomda ham Gelvi penkasini juda ko'p qizlar ishlatishadi. Bu ham baryer tiklab beradi qizlar. Ham juda ham yumshoq tozalaydi. Umuman teringizga shikast yetkazmaydi. Bundan penkasi bilan toneridan kelgan qizlar mana. Toneri ham kremoviy teksturaga ega bo'ladi. Shunaqangi zo'r. Har qanaqa ta'sirchan terilar, quruq terilar ishlatsa maza qiladigan toner. Kremoviy toner. Buni har qanday yuz turiga tavsiya qila olaman qizlar. Juda ham mazza narsa. Ayniqsa kislotalar, retinollar ishlatayotgan qizlarda juda ko'p terisini shikastlanganligidan aziyat chekishadi. Juda ko'p shikoyatlar shunisidan bo'ladi, lekin aynan shunaqa baryer tiklaydigan narsalar ishlatsanglar qizlar, umuman teringlar shikastlanmaydi. Bundan ham bemalol zakaz qilsanglar bo'ladi. Keyin mana K-Secretdan juda ham hozir internetda mashhur bo'ldi bu mahsulotlari. Aynan shu kollagenli SPF-kasini zakaz qilganman qizlar. Bu 1988-yildan beri butun nimaga kosmetika laverlarga xizmat qilib kelayotgan brendlardan biri.
dermatologik testdan o'tgan qizlar, bu ham 30 yoshdan yuqori bo'lgan qizlarimizga tavsiya qilaman. 7 xil kompleks bor tarkibida qizlar. Judayam ham oziqlantiradi, ham filtrlarga to'la SPFlardan, bemalol har qanaqa UV nurlardan himoya qilib bera oladi. Bu ham yangilik. Avval sotmaganman Key Secret narsalaridan. Keyin Yepta yana keldi qizlar. Bundan avval ham sotganman. Juda ko'p sotaman bundan, chunki byudjetli brendlar juda ham yaxshi ko'rishadi klientkalarim. Tarkibida 12 xil vitamin kompleksi bor, niatinamid bor, 4+ qizlar, kombi, yog'li yuzlarga tavsiya qilaman buni. Juda ham mazza qilib ishlatasiz, yog'lantirib yubormaydi teringizda. Очищающий, oqartiruvchi xususiyati bor. Keyin mana Celevedan baliq DNKsidan tayyorlangan SPF ham yetib keldi qizlar. Bu ham quruq terilar uchun shunaqa mazza narsa. Juda ham chuqur namlantirib beradi. Ta'sirchan terilarga ham tavsiya qilaman. Bemalol ishlatinglar, chunki klientkalarim, ta'sirchan terisi bor klientkalarim to'liq nabor qilib ishlatishyapti bundan. Penkasi, ampulasi, kremlardan olib ishlatishyapti. Bu safar SPF kasi yetib keldi. Buni sotuvda hozir qizlar ampulasi qolgan xolos. Bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Keyin yana bitta yangilik Anjoudan byudjetli SPF so'ragan qizlar uchun mana SPF keldi. To'g'ri 3+, lekin ham ultra nurlardan, ham kimyoviy, ham jismoniy nurlardan himoya qilib beradigan SPF ga yetib keldi qizlar. Bu nech plus bo'lishidan qat'iy nazar SPF kalaring men tavsiya qilaman kun davomida 2 marta yangilab oling. Agar tonalka surtmagan bo'lsangiz yoki makiyaj qilmagan bo'lsangiz. Hozirgi mana issiqlar boshlanyapti, juda ko'pchilik SPF ni o'zini surtib chiqib ketadi tashqariga. Iloji bo'lsa sumkangizda yursin SPFingiz, obedda yana bir yangilab oling. Chunki yuz keragicha o'ziga shimib oladi. Ayniqsa mana tahorat oladigan qizlar bor, obedda ham bir tahorat olishganda yuzdagi uxudlarni yuvib tashlashadi. O'shanda SPFingizni yangilab oling deb har doim tavsiya qilaman qizlarga. Qizlar yana bitta bunaqa yangilik bor. Lallery Sahibdan juda ko'pchilik so'rashadi qizlar, Lallery Sahibda nimasi bor deb. Mana penkasini probnikidan zakaz qildim qizlar. Buni penkasini zakaz qilishdan oldin mana bunaqa probnikidan ishlatib ko'rish tavsiya qilaman men. Sababi yuzingizga tushadimi, yo'qmi, yuzingizni quritib yormaydimi? Avval bir ko'ring-da, penkasini ishlatib ko'ring, 2-3 ta probnikidan olib. Ana undan keyin kattasini zakaz qilsangiz bo'laveradi. Buni hozir o'zimizda O'zbekiston bozorida juda ham poddelkalar ko'payib ketgan. Arzimagan 70 ming, 80 mingga ham sotishyapti, lekin iltimos original bilan aralashtirmanglar. Avval ishlatib ko'ring mana bunaqa probnikidan. Ana undan keyin kattasidan zakaz ursangiz bo'ladi. Bundan juda ham ko'p kelgan qizlar bemalol 3-4 pachka zakaz urganman, ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Qizlar jonlar, bugun mana kelgan produktlarimiz hammasi shular. Lekin ko'ryapsiz, juda ham sifatli, yaxshi narsalar zakaz qilingan. Bemalol Telegram kanalimga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ko'pchilik so'raydi, zakaz qanday qilamiz deb YouTubedan yozishadi. Qizlar, menga yozsanglar lichkamga, men Telegram kanalimni tashlab beraman. Bemalol o'sha yerga o'tib zakaz yozdirsanglar bo'ladi. Butun O'zbekiston bo'yicha EMU hamda BTS pochtalarimiz ishlaydi. Fargoni imkoni yo'q, chunki bizda shahar sentrida bo'lganligi uchun menga anchagina uzoqlik qiladi Fargo, shuning uchun BTS yoki EMUdan chiqarib beraman.